Yana bitta savolga javob berib ketaman. Menga ko'pchilik yozasizlar yoki telefon qilganda ham shu, sizda mana bu mahsulotlar narxi qancha? Bu birinchi savol, hamma beradi. Keyin qancha qilib berasiz? Bu ikkinchi savol. Uchinchisi, agar kelishtirib bersangiz, arzonroq qilib bersangiz sizdan olardim. Bu uchinchi savol. Mana shu uchala trenddagi savol beriladi va hammaga javob beraman tinmasdan va umumiy qilib guruhga bermoqchiman. Endi siz ham savol bermoqchi bo'lsangiz, o'sha javobini olib qoling. Birinchidan bizga kompaniya narx belgilab beradi. Mijozlar uchun mana shu narx price list deydi buni. Mijozlar uchun narx hisoblab qo'yilgan. Keyin siz agar arzonroq olish xohlasangiz, top mijoz bo'lishingiz mumkin. Kompaniyaga o'zingizni registratsiya qilib qo'yamiz. Top mijoz 25%, 35% va 42% gacha arzon olish imkoniyatiga ega. Siz registratsiya bo'lishingiz bilan 25% li skidkaga o'tasiz. Buni ham narxini kompaniya belgilab qo'ygan. Buni biz o'zimizcha unaqa yoki bunaqa qilib o'zgartira olmaymiz.